Onda bo'lgan bo'lsa, biz o'tganda yerlik pagida buloq mantining xamirini yug'urib sizlarning huzuringizga sungan. Hamda bizningki to'rdoshlarimizdan, yana shu shagird bolalarga biz bugun hozir xamin yug'urmiz, hozirli buloq manti solamiz. Ammo bizning sog'an buloq mantining xamiri cho'ding muqimlashtiramiz, bulutdek chiqadi. Hamda biz buni necha oy sinab, necha ming qatim qilib, necha ming buloq mantini biz o'tib, uningdan keyin joyga keldik. Hamda qarasanglar yerlik un, qanday un o's bo'ladi, un tanlamaymiz. Masalan, har xil markadagi unlar bo'lsa bo'ldi. Hamda buningga biz shu aralashmalardagi pagi, yana shu gaylangji, yana shu bizningki soda, podafin degandek materiallar bor. Bu materialdan har 1 kilo unga 20 gramdan 60 gram salamiz. Ma o'zi 3 kilo un. Hamda mavu su. Hamda buning suyi 530 gram, 1 kilo unga 530 gram. Men tavsiya qildiganim, xamirni yumshoq yug'urib qo'ymanglar. Yumshoq yug'ursak, yumshoq chiqadi degan gap bu qamlashmaganligi. Sal ching'aroq elib, eng muhimi nima bo'lsa, pagini yaxshi tanlashinglar kerak. Ham shu pagini yaxshi tanlasa, buni masalan 530 gram su, har 1 kilo unga 530 gram su bersak, 3 kilo unning o'ziga shuningda biz 1 kilo 590 gram su ketadi. Man qaranglar. Hamda mush xamirga qo'l solgan chaqda palayka dedi. Palayning o'zidimi xashva so'lyoni hammasini xamiylik moddadan yasaydi. Ham biz oshpazlar cho'qim qo'limizni pokiz qilib, qo'limizni yuvursak, ko'nglinlardan o'tkazib turib yanglar. Ammo meningdek tirnoqlar ancha-muncha o's qolgan, qo'llarda xamir yuvursak bo'lmaydi. Men bu tirnoq qog'ich sana hadiya qilay. Pok sijejingni yub undan keyin kelaman. Buloq mantininki tuzini sal kamroq elib normal holatda tuz berimiz, tuz bermasak lavz bo'lib qoldi ekan. Unda olgan bo'lsa, 3 kilo unning o'ziga 80 gram shakar. Shakar paqatidi, xamirga tatliqdan berdi. Yana birsi, shakarning ko'ptirish roli bor. Hamda biz mana shakarda rishali chalsa, qaymoq aylandigo, bu hamda bu shakarning ko'pish roli dalili. Biz buningga yana azroq sumayning o'zi roli bo'lsa val paqirab turdi ammo mantib chiqqandan keyin xamirni hamda birlik etimda suvni quyib yug'urib bo'laverdi. Xamirni yirtimiz, cho'qim yirtimiz, ishlash yaxshi bo'lmaydi xamir. 2-3 qatim yirtibyapmiz, juma qaranglar shunga o'xshash. Hamda men buloq mantini o'g'itibsam, ustam o'zi jungoch qormus turib, ajab bir balla xamirni ekin. Men tarbiyalagan balla asosi universal safar tarbiyam chiqdi. Eng ayg'ida natijasi shu say qo'riydigan ustam bo'lib chiqdi. Lekin hammani bilmasa ancha-muncha xabar bo'lmaydi bu tarbiyalagan ballaniki. Ko'rdinglarmi? Xamir hamda mushxamiya biz muqimlashtiramiz. U yoqdan yug'urib, bu yoqdan solamiz. Manta hamda shu bulutdek payzi chiqadi, yumshoq yumran. Zaten mantani manda mijib, manda qo'yib bersanglar joyiga keladi. Biz xamirga pas etilgidek holat ishlaymiz. Juma mana qaranglar. Xamirning yug'urilishi mana shu. Mana shu 5 minut tindiriblam, uziblamki manta solsak bo'laverdi. Qaranglar, ishlagan sira aqirib maxami suzilib turdi. Mana men xamirni hozir maslak sinab beray, Xamirni qaranglar. Ma joyiga kelamdika diqqat qilinglar. Maximiy qaranglar, asta-asta ko'tarilib joyiga kelyapti. Demak, manta hozir maximiy bo'lab bo'ldi degan gap tushundingizmi? Unda bo'lsa, go'shtning qiymasi buloq mantining eng javri ta'mi shu. Endi bu qiymaga biz kala go'shti bilan mayni 4:1 nisbat deymiz. Ya'ni 1 kilo kala go'shtiga 250 gramdan quyruq may qatimiz. Quyruq may undan ortiq bo'lib ketsa, bu manta mayli qolib qoladi. Undan keyin piyozning nisbatimi o'xshashlar. 4:1 nisbat. Shu 1 kilo go'shtimizga 250 gram piyoz qatimiz. Hamda birinchi qatim biz tetig'idagi holatda tuz beramiz, qaranglar, tuz beramiz. Tetiydim shu. Biz azroq suvni namda tuzni eritib bellaymiz, qarang. Ko'rdingizmi? Az berib, shu bergan tuzni eritamiz, Tetig'ida qarmish beramiz. Eng yaxshi qarmishdir. Buningga o'xshashlar, qaranglar. Suni berib aralashtiramiz. Ayg'ir beramiz, ayg'ir beramiz. Piyozlarni aralashtiramiz, bu qiyma kutgan bo'ladi. Hamda bu qiymaning texnik sho'rploq payz chiqish uchun biz ko'ydirilgan piyozmi tushtirilgan maydan azoq bersak, bu qiyma ham yegidek bo'lib ketadi. Mayli, cho'chira, banshir tugamsizlar yoki samsi qilamsizlar, o'rtoq bo'ladi, juma. Eng ayg'ida azoq zir beramiz, bu kutgan bo'ldi. Sizlarni bak ko'p berib aytmanglar, juma. Bizniki hozir endi xamirni uzsak bo'ldi. Uzgan vaqtimizda bir 3-4 minut tindiramiz. Yug'ilgan vaqtimiz 3-4 minut tindiramiz. Bu tugilib qasqan kirib olsa, bu xamir voyga yetib ketadi. Shunga mushalat qilsanglar bo'ldi.
Ondağın bolsa, xəmirini biz hazır adətdə ən çoğ olğanda 50 gramdan aşırı etməyinlər. Biz həm də şu 40 gram üzümüz qaranlar, amma 3 barmaqlı üzümüz qaranlar. Bildin mi? Müşalet üstek buludu. Ondağın bolsa, biz bulaq mantığa qiymini, puluğu tüşlük və qaranlar qiymini ravur salımız. Peter mantının qiymisi de ba, göş. Bizning bulaq mantıda ba qaranlar. Mana. Müşalet tügümez. Onda olsa mantını mana şundaq tügdük. Bizning naşıtlıqlar oxşaydı. Kep tağmen bilan mantımızı yep gitinglar cuma. Qaranlar. Mana mat sağan qiymida bir Peter mantının qiymisi var deyman, mana onda kördüngmi? Mana bulaq mantı müşalet tügümez. Hamda mana biz hazır pişirib baqılar, şalgosunu körüp baqılar. Ta Degende naştığa, Ürümçideki barlıq qendaşlar, biz Qasımca ustam alay tamaxansı kele bir bulaq mantı bilan tağmenni tetip gitinglar. 15 minut pişidi o mantı. Ondağın bolsa naştı qıldık Allah, sıx mantı pişdi cuma, qaranglar. O yaxtın yuğurup bu yaxtın sağan qiymi qaranglar mana. Çayda. Şva bulaq mantı. Ondağın bolsa qaranglar ma bulaq mantığa, ma ölçemlikə. Ma qaranglar. Manda qısaq ma jayğı keldi ma. Anıken qaranglar. Ma xemirga, ma qiymis qaranglar. Gördüңме? Şorpse, ekip turdu de bana mı qaranglar. Kamera şunda pezde. Yani bilse, göğsünü kolda doğrayımız ha. Kolda doğrayımız. Şu göğsünün suyu çıkartmayı temlik çok çaynap yiyemiz göğslerini.